Tibbiyotning taraqqiy etishi yurtimizda uning ko'plab yo'nalishlarini ham vujudga keltirdi va o'z navbatida bu yo'nalishlarda faoliyat olib boradigan meditsina xodimlariga, ya'ni tibbiyot xodimlariga bo'lgan talab ham oshdi va mana shunday tibbiyot xodimlarini tayyorlash uchun mamlakatimizda oliy o'quv yurtlari, ko'plab bilim yurtlari, texnikumlar tashkil etildi. Va bugun mana shu texnikumlar yurtimizdagi tibbiyot muassasalariga malakali kadrlarni yetkazib bermoqdalar. Mening bugungi suhbatdoshim Buxoroda faoliyat olib borayotgan Estimed klinikasi shifokori Shahnoza Po'latova bo'ladilar. Shahnoza, xush ko'rdik sizni dasturimizda. Sizga savolim, bugungi talabalarning texnikumlarda bilimlarini oshirib borayotgan va kelajakda tibbiyot xodimi bo'lishga hozirlik ko'rayotgan talabalarning amaliyot jarayonidagi tirishqoqliklarini qanday baholaysiz? Tanishganimdan xursandman. Rahmat takliflaringiz uchun. Bugungi kunda nafaqat tibbiyotning rivojlanganligi hamda yoshlarning tibbiyotga juda ham qiziqishi natijasida juda ham ko'plab tibbiyot muassasalari tashkil etildi. Bu ularga, yoshlarga yanada imkon beradi. Hozirgi yoshlar avvalgi yoshlardan tubdan farq qiladi. Ular juda ham qiziquvchan, o'z ustida ishlaydigan yoshlar. Ular birtagina kasb egasi bilan qanoat qilmasdan, har birta o'sha kasbni chuqurroq egallashga harakat qilishadi. Hozirgi kunda Estimed klinikasida hamshiraga tayyorlovlar texnikumidan talabalar keldi. Ular juda ham tirishqoq. Ular klinikadagi barcha shifokorlarga shogirdlikka tushib, ustoz shogirdlik an'anasiga asosan ish faoliyatini davom ettiryaptilar. O'qishdan tashqari ular turli xil o'z kasbining chuqurroq malakalarini olish uchun amaliyotlardan o'tyaptilar. Juda ham ular shijoatli deb men baholagan bo'lar edim. Aynan viloyatimizda faoliyat olib borayotgan tibbiyot yo'nalishidagi texnikumlar ham bir nechtada. Siz birortasini nomini keltirib bugun ayta olasizmi? Mana shu tibbiyot texnikumini talabalari bilan ishladim va ularning malakasiga, bilim olishiga, umuman bilimga chanqoqligiga yaxshi baho berdim. 4 baho yoki 5 baho berdim deb ayta olasizmi? Albatta men ayta olaman. Xususan men shifokor sifatida ayta olamanki, Medinvest hamshira talabalari juda ham bilimga chanqoq, ular tushunmaganiga ham so'rab, o'zini bilimini oshirishga harakat qiladigan yoshlar hisoblanadi. Bu fikringizga men ham qo'shilaman va ishonaman. Sababi o'zim Medinvestda bo'lganimda ta'lim jarayonlarini bevosita kuzatganman va u yerda o'sha jonli darslar, nimaga jonli? Aynan o'sha amaliyot jarayonlarida, operatsiya jarayonlarida shifokor o'zini qanday tutish kerak, tibbiy xodim unga mutanosib ravishda o'zini qanday tutish kerak, hatto shulargacha o'rgatiladi va ularning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash uchun juda ham ko'p tanlovlar tashkil qilinadi. Tibbiyot xodimiga qo'yiladigan talablar Medinvestda hayot mamot masalasi desak ham bo'ladi. Demak, siz ham shuni ilg'agansiz talabalarda. Albatta, men shuni guvohi bo'ldim. Ularning juda ham bilimga chanqoqligi, operatsiyalarga qo'rqmasdan kirishi yoki stomatologlarga ham qo'rqmasdan yordam berishga, assistentlik qilishga harakat qilishadi. Bilmaganlarni albatta so'rab, uni yanada to'g'riroq qilishga harakat qilishim meni juda ham quvontirdi. Shahnoza, siz bilamiz, juda malakali shifokorsiz. O'zingizga bo'lgan talablaringiz juda yuqoriki, endi shogirdlaringizga, qo'l ostingizdagi ishchilarga va amaliyot o'tayotgan talabalarga qo'yadigan talablaringizni men hozir tasavvur qilyapman. Aynan siz ularga yaxshi baho berishingiz uchun ular qanday bo'lishi kerak? Men o'ylaymanki, bugungi kunda zamon shiddatli rivojlanganligi uchun yoshlar ham o'z ustida ishlashi kerak. Chunki kelajak yoshlarniki, xususan ularning birinchi navbatda til o'rganishiga tarafdoriman, hamda ularni bilimga chanqoq bo'lishiga, bilmaganini so'rashiga tarafdoriman. Chunki hozirgi kunda nafaqat oliy ma'lumotli insonlar uchun turli xil imkoniyatlar, balkim hamshiralar uchun ham turli konferensiyalar yoki chet ellarga malaka oshirish kabi imkoniyatlar yaratilyapti. Shuning uchun ular eng asosiysi mehnatsevar, o'z ustida ishlaydigan yoshlar bo'lishini xohlar edim. Va albatta shu o'rinda bir narsani ham e'tirof etishim kerak. Bugun dunyo tibbiyotiga yetib olish uchun
bizning mamlakatimiz bir zum ham to'xtagani yo'q. Chunki dunyo tibbiyoti bu insonga eng yaxshisini ilinish degani Shahnoza. Deylik, Hindistonda bugun murakkab jarrohlik amaliyoti, o'sha kardio sohasidagi murakkab jarrohlik amaliyoti bajarilsa, kimdir u yerga borib biladi, kimdir bora olmaydi. O'sha iqtisodiy imkoniyatlari yetmasligi mumkin, lekin uni olib kelish davlatning birinchi vazifasi bo'lyapti bugun. Va bugun xalqaro bilimlarga ega bo'lib borish ham, siz aytganingizdek o'sha til o'rganish, kitob o'qish ham juda muhim. Bu borada Medinvest talabalari orasida diqqatingizni tortgani bo'ldimi? Albatta, menga bir nechta o'zim yaxshi ko'rgan talabalarim bor. Chunki men ularni kelajagini ko'ryapman. Ular nafaqat intiluvchan, ular qiziquvchan, ularni dunyoqarashi kengda, nimaga bilmaganini so'raydigan, uyalmaydigan, asosiysi uyalmasdan so'raydigan bir nechta talabalarim bor. Medinvestning bergan sharoiti tufayli men ishonamanki, ular kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishadi. Insonga tibbiy xizmat ko'rsatish shu qadar bir murakkab jarayonki, meni nazarimda. Chunki men shifokor emasman, balkim siz uchun bu oddiy holatdir. Lekin o'ylaymanki, amaliyot o'tayotgan talaba birinchi marta qo'liga ninani ushlab, bir insonga ukol qilishi, bir insonga muolaja qilishi, bilmadim, u hayajonlansa kerak va uning qo'lining ishlashidan qo'li yoki titraydi yoki juda ham dadil hayajon bo'ladi, yoki hayajon bo'ladi yoki bo'lmaydi. Uning malakasiga siz baho bera olasiz. Medinvest talabalari qanday mana shu jarayonlarda? Men bu texnikumni e'tirof etishimga asosiy sabab ular birinchi navbatda talabalarga mulyajlarda qilib o'rgatilib, keyinchalik ularni amaliyotga qo'yishlari, chunki ularda ba'zi bilimlarni borligiga e'tirof berishim kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, Medinvest talabalarining muvaffaqiyatlari qolgan talabalarga nisbatan yuqoriroq deb o'ylayman. Bunga sabab esa men o'ylaymanki, texnikumning ham nazariy, ham amaliy jarayonga juda ham chuqur e'tibor berganliklariga. Rahmat sizga Shahnoza, bugungi samimiy suhbatingiz uchun. Biz esa suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz va keyingi yangiliklar bilan ham albatta siz bilan har doim bo'lishib borishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.